taniqli shoir, tarjimon va olim Tilak Jo'raning tarjimai qo'lidan. Ismi sharifi Jo'rayev Tilak Ro'ziyev. Tug'ilgan yili 1947-yil 26-may. Tug'ilgan joyi Xorov viloyati Qarako'l tumani Sayyod qishlog'i. U 1964-1965-yillarda 5-son umumiy o'rta ta'lim maktabida, 1964-1972-yillarda Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakulteti sirtqi bo'limida, 1978-1981-yillarda Toshkent davlat universitetining aspiranturasida tahsil oladi. O'z she'rlari, tarjimalari, ilmiy izlanishlar bilan o'zbek adabiyotiga katta hissa qo'shgan, qisqa umri davomida xalqning sevimli shoiriga aylanib ulgurgan Tilak Jo'raning tarjimai holi bir necha kitoblarga joy bo'lishi shubhasiz. Rasmiy hujjatlarda qayd etilgan ushbu raqamlar Tilak Jo'ra umrining bekatlarini anglatadi xolos. Buxoroda tong otar mahal, sukunatning bag'rini tilib, shu quschalar boshlaydi g'azal, barglar aro qaramsha qilib. Buxoroda tong otar mahal, laylak bilan minor kalon, yerga tushar asta cho'zilib, gumbazlarni quchar hayajon. Yer bilan ko'k qorat uzilib, Buxoroda tong otar mahal. Buxoroda tong otgan mahal, yer charaqlar osmon, asta qaddin rostlar minora, ko'targuncha nurli burtefon, oqsov kelib chalar nog'ora, Buxoroda tong otgan mahal. Mehnat faoliyati 1961-1965-yillar, ya'ni o'quvchilik davrida kolxozda ishladi. 1969-1970-yillar Qorako'l tumani Olg'a, hozirgi Qorako'l Sadosi gazetasida avval radio tashkilotchi, keyin bo'lim boshlig'i vazifasida xizmatda bo'ldi. 1970-yilning sentyabridan umrining oxiriga qadar, ya'ni 1994-yilning apreligacha G'aybulla Salomov, Najmiddin Komilov singari alloma olimlar bilan birga yosh avlodga dars berdi. O'nlab yosh olimlarga ustozlik qildi. 1982-yilda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, 1986-yilda filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini oldi. Shunday shoirlar bo'ladiki, ular tiriklikda millat uchun qanday xazina ekanligini, hayotbaxsh ruh boyitadigan mayoq ekanligini anglab vermaymiz. Ular oramizdan ketgach, adabiyotdagi, xalq ruhiyatidagi ulkan o'rni bilinadi qoladi. Tilak Jo'ra shunday shoirlardan edi. Och choptirib chiqding uyingdan, och choptirib qaytgin ilohim. Qo'lingdagi egaring kabi erking bo'lsin o'zingda doim. Mayli meni o'ylama bolam, topganingni sof qil o'zingga. Lek birovga bo'lmagin qaram, nam tegmasin siratigimga. Ulg'aytirdim polvonim deya, toliqqanda darmonim deya, shamol kabi yelib borasan olisdagi osmonim deya. Osmoningni olib qayt bolam, qolib ketma osmon bag'rida. Otang qurgan bu kichik uylar osmondan ham kengdir aslida. Tilak Jo'raning nomini yodda saqlash uchun abadiylashtirish ulkan bir qalbning kichik qismini o'zi xolos. Holbuki xalqimizda katta meros qoldi. Olam ostonasida yulduzlar tabassumi, chorrahadagi uy, saylanma, sandosh nomli she'riy majmualar nashr etildi.